Assalomu alaykum, hurmatli fermer dehqon akalar. Mana o'sha Xitoy Navoiy makkamizni 3-marotaba oziqlantirish qilyapmiz. 3-oziqlantirish faqat bargdan bo'lyapti. Zahar qo'shmadik bunga. Bargdan bo'lyapti deganimga zahar qo'shmadik. Hozir fosfor beryapmiz. Tarkibida 35% fosforli oziqlar. Mana shundan beryapmiz. Nasib bo'lsa natijani ko'ramiz 3 kundan keyin. Yana 3 kundan keyin holatini shu joyini, mana shu joydan videoga olib tashlaymiz. Boraveramiz. 3 kundan keyin videodan oldin bitta kultivatsiya qilinadi. 300 kilodan o'sha karbamid beriladi. 300 kilodan karbamid berilgandan keyin nasib bo'lsa yana 3 kun tashab 4-kun oxirgi bargdan ham oziqlantirish qilamiz, ham zahar sepamiz qurtga. Eng so'nggisi bu beriladi. Shundan keyin suvlash jarayoni boshlanadi. Faqat suvlanadi keyin. Suvlaymiz. Allohga shukr. Natijamiz yomon emas. Xudoga behad shukrlar bo'lsin.